voy, shuncha suv isrof bo'lyapti. Nima bo'lgan bu yerga? To'xtang. Boya ijtimoiy tarmoq orqali bizga murojaat kelib tushgan edi. Murojaatga ko'ra Toshkent shahri Yunusobod tumani 4-mavze 60-uy yonida suv bilan bog'liq muammo borligi haqida aytishgan edi. Bu o'sha muammo shekilli, lekin juda ko'p suv isrof bo'lyapti. Bunisi aniq. Buni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Dastlabki berilgan ma'lumotlarga qaraganda bu yerga taxminan 20 tonna og'irlikdagi yuk mashina tushib ketgan. Xo'sh, voqea qachon, qanday sodir bo'ldi? Bu yerga katta mashina kirish mumkin emas. Mana yoqqa qurilish bo'lyapti. Qurilish qilyapti-da bular. Keyin katta mashina olib kirishgan. Ben ko'tara olmagan plita. Tushib ketgan ichiga. Kichkina turib, o'shani sindirib yuborgan. Bu yerda shunda suvi quvri bo'lganda, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Mana o'vani ko'rgan bo'lsangiz, mana o'sha tarmoqni bu yorib yuborgan. Mana bu. Ha, o'vani turibdi, temir. Ana o'shani ana shundan suv qaynab chiqib ketib qolgan. Xavfli hududga aylangan aynan mana shu chuqurlik maxsus qizil tasmalar bilan o'rab qo'yilgan. Xavfsiz hudud qilishimiz bilan bartaraf qilib suvni yopganmiz biz. Xo'p, agar sizlar vaqtida yetib kelmaganingizda yana bu toshib ketishi mumkinmidi? Mumkin edi. Hozir hamma suv chiqarib olindimi? Ozgina qoldi, bir 20 soatlar amal chiqadi. Ya'ni 20 daqiqa, yarim soat davomida chiqib ketadi butunlay. Ushbu muammoni hal etish uchun bir vaqtning o'zida 15 ga yaqin xodimlar tinimsiz harakatda bo'ldilar. Tuman MChisi hamda GAIlar kelib bu mashinaga aktlar tuzishgan, hammasi. Shu egalari ham menimcha aktda ishtirok etishgan. Demak, holatga sababchi bo'lganlar allaqachon dalolatnoma tuzilib, chora ko'rish uchun уже harakat qilingan. Xo'sh, endi muammo qachon butunlay bartaraf etiladi? Ya'ni mana shu joy qachon butunlay xavfsiz hududga aylanadi? Buni hozir shu firma egasini topishga harakat qilyapmiz. Hokimiyatni ham jalb qildilar. Mana topilmadimi? Topilgan. Hozir uni chaqirtirilgan. O'sha dalolatnoma ham bekor tuzilmagan, shu egasiga shu san qilasan degan ma'noda buni akt qilgan. Shu anaqa akt tuzilgan. Bitta brigadani shu bir qorxol bo'lmasligi uchun shu yerda dejurstvoga qo'yib qo'yamiz. Tuni bilanmi? Shu. Demak, biror bir bolalarni tushib ketishi yoki kimnidir masalan yana jarohat etmasligini oldini olish uchun. Chunki ko'rgan bo'lsangiz, mana ro'paramizda bog'cha joylashgan. Bog'cha ham 7:00 dan ishga tushadi. Shuning uchun mana tunukun dejurstvo qilamiz, lentalar bilan o'rab, xavfsiz hudud qilib, shu yerda xodimlar ishtirok etadi. Tunukun navbatchilik tashkil etiladigan bo'lsa, umid qilamizki, tez fursatlarda, juda qisqa kun ichida bu muammo hal bo'ladi degan umiddamiz. Demak, millar ushbu holatni ham o'z nazoratiga oladi va muammo ijobiy hal etilib, shu joy, shu chuqurlik yopilmaguncha biz mavzuga takror qaytamiz.